Har qanday aylananing ham kattaligidan qat'iy nazar bir umumiy jihati borligini bilarmidingiz? Pi bu har qanday aylana uzunligining uning diametriga bo'lish natijasida kelib chiqadigan o'zgarmas sondir. Aylana qanchalik katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, bu nisbat har doim taxminan 3.14 ga teng bo'ladi. Pi irratsional son hisoblanadi, ya'ni uning virguldan keyingi raqamlari cheksiz ko'p davom etadi. 3.1415926 va hokazo. NASA tashkiloti kosmik kemalarni Marsga uchirishda sayyoralarning orbitalarini aniqlash uchun pi sonidan foydalanadi. 14-mart sanasi pi kuni hisoblanadi, chunki ushbu sana 3-oy 14-sana ko'rinishda yoziladi. Albert Einstein 1879-yilda aynan shu sanada tug'ilgan. Endi har safar aylanani ko'rganingizda esda tuting, unda pi yashiringan. Ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.